Assalomu alaykum hurmatli Nodir aka YouTube kanalining obunachilari. Nasib bo'lsa, hafta kuni bilan chorshanba Qashqadaryo viloyati Chiroqchi mashina bozori akalar. Chislamiz 6-may. Chiroqchi mashina bozorida narx-navolar qanday? Chiroqchi mashina bozorida narx-navolarni bilmoqchi edim. Degan obunachilarimizga mana biz sizlarni narx-navolar bilan tanishtiramiz. Hurmatli obunachilar. Yilda xizmatdamiz, xalq xizmatdamiz. Bitta like'larni bosib, obuna tugmachasini bosib, bizning kanalimizga podpishkada o'tiringizlar. Nasib bo'lsa, varianti borlardan, har xil varianti borlardan sizlarga mashinalarni taqdim etamiz. Narxlarni akalar podpishkada o'tirib kuzatib turingizlar. Boshladik nasib bo'lsa. Boshladik. Assalomu alaykum. Aka, reklamaga qo'yib qo'yaylikmi? Qayerda mashinasi ekan? Buni Shaxsabız. Shaxsabizda. Nechinchi yil ekan? 2013. 2013. Necha ming yurgan? 2 kulikdan o'tgan. 2 kulik yurgan. Mana motorlar holati Lacetti mashinasi oppoq rangda 1.8 motorda. Motor ochilmagan hali. Motorlari ochilmagan deyapti. Aka, motor hadovoylari, kraskalari qanday? Kraskaga javob mana oldi shishasiga radnay. Oldi shishasiga radnay, ha? Hamma joyda. Aka 01 da turibdi, generalni chiqaradi. 01 da turib, bu generalni chiqib, prosta mashinaning egasi Shaxsabız Mirakidan generalni chiqadi Toshkent propiska. Toshkent propiska. Bizniki tirikchilik, shuni aytayin. Mashin bir qo'l mashin 1 oylik daverni hisoblanib 3 kun bo'ldi. Egadan egaga hujjat qilamiz. Shuning uchun bir qo'l, ikkinchi qo'l bu bitadi. Mashinaga ichkari salonda 22 o'tdi. Balonlar holati mana. Balonlar holati o'rtacha holatda. 4-pokoleniya gazlari ham bor deyapti. Salonlar holati mana. Polik chihol qilingan, mashina tayyor holatda. Konditsioner abizlarga chiqib. Konditsioner abizlari hamma narsasi joy-joyida deyapti. Salonlar holati mana. Salonlar holati idealni turibdi. Orqalari mana. 22 kapsula propan balonlari bor. Zapaska damkarat balon kirish hammasi joy-joyida, aptechka angishitib, hammasi joy-joyida. Bular kallinkalar kreska bo'ladi-ku. Mana kallinkalar ham kreska bo'lmagan. Mana o'zining zangida turibdi. Zanglamagan bu, chirimagan. Olinmagan. Radnayda turibdi, даже sherlar ham. Hamma joyi kallinkalari ham radnay. Chexol polik pul hammasi hisoblanadi. Passajir tomonidan holati ko'ryapsizlar. Aka, buni narxi nech pul deyapsiz? Bozor 75 million so'm ozroq o'sib beradi. 75 million. Bozor nech pul qildi? Nech pulga bermadi? Bozor 70 dan pastroq so'rayapti. 70 dan pastroq so'rayapti. Yo'q, unga deydi. Naqdga so'rayaptimi aka? Ha, naqd. Aka, buni variantlarga ham sotaverasiz. Beramiz. Agar Nexia'dan boshlab barterga ham qilamiz. Bir 20 mi, 30 mi, 40 mi puli bo'lsa, 6 oyga variant ham beramiz. 20-30 million, 40 million puli bo'lsa, sizga telefon qilishsa ishi bitaveradi. Bitaveradi. Xohlasin variant, xohlasin bank. Ha. Bemalol Faqat qarzdan qutulgunicha egadan onlayn daverni olib onlayn daveriniz. Keyin qarz shartnomani qilamiz, oqsaki video qilib. Qarz dogovor oxirida puldan o'tib berganda generalni qilamiz. Xohlasin olsa, xohlasin generalni. Akalar mana ma'lumotlarni berib o'tdi akamiz. Zakot variantlar bilan chiqarib berayotgan ko'raverasizlar. Birranta tosh ham tekkan yo'q deyapti. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 88 686 86. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Lacetti so'ragan obunachilarimiz akalar ko'ringizlar. 75 million dedingiz, ha? 75 milliondan bir narsa o'tib beradi akamiz. 2013 eng oxirgisi. 2013 eng oxirgisi. Aka, rahmat, charchamang. Nasib bo'lsa obunachilarimiz telefon qiladi. Lacetti so'ragan. Bunisi ham sizdanmi aka? Buning yili necha? 2022 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Oppoq rangdagi Gentra mashinasi. Motor hadovoylari, kraskalari necha ming yurgan aka bu? 49 ming yurgan kraska praviga javob. Любой kompyuter, любой ustaga. 49 ming kilometr yurgan ekan. 4-pokoleniya metan. Abis konditsioner klapinlar ochilmagan mana. Ko'rsatdim. Hamma narsasi joy-joyida deyapti. Akamiz o'zi ma'lumotlarni berib o'tdi. Mana mashinaning turgan holati akalar. Aka, buni narxi nech pul deyapsiz? 120 million so'm. 4 ta pachka balon qo'yilgan. 120 million so'm. Qarang. Salonlar holati. Abagerif qilingan. Abagerif. Sinalar hammasi qiziydi. Tiniqtir. Orqalari mana. Mashina tiniq holatda. Mashinaning orqa tomonidan turgan holati.
metan. Bu tomondan turgan holati 4-pakalina metan gazlari bor. Benzin, metan gazlar bemalol harakatlanaveradi mana. Zapaska damkat balon ko'rish hammasi joy-joyida. Aka, bulam bu chiqqan variantga chiqaveradi, ha? Bu 50 milliondan boshlab chiqadi. 50 milliondan boshlab chiqaveradi. 50 Baxtiyor Nexia 1dan, Nexia 2dan boshlaymiz. Xohlasa 6 oygacha 50 million puli bor odam murojaat qilaversa. 6 oygacha. Ha, mashin tankir birinta aybini hech kim topolmaydi. Hozirgi qoldirgan telefon raqamingizga murojaat qilaversinmi? Ha, 88lik 686 86. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. Ikkalasi ham akamizdan ekan. Rahmat aka, charchamang, bozoringiz bersin. Akalar, videomizni davom etamiz. Nodir aka deb yozsangiz chiqadi aka. Ha, YouTube'ga chiqaramiz-da biz. Ha, YouTube'ga chiqaramiz. Nodir aka deb yozsangiz chiqaveradi. Aka, reklamaga qo'yib qo'yaylikmi? Nechinchi yil ekan? 2020-yil. Kraska, motor hadovoylari necha ming yurgan? 195 ming yurgan ekan, mana yurganlari. Motorlar holati tinni holatda, bu tomondan turgan holati, balonlar holati yangi. O'sha mexanika korobka. Salonlar holati. Aka, yili necha dedingiz? 2020. 2020-yil. Yurganlarni aytib o'tdik. Mashinaning turgan holati. Akalar. Mana metan balonlari, zapaska damkat balon ko'rish hammasi joy-joyida, gaz benzinda bemalol bezatkasi yuradi. Xo'sh. Mana shu eshik bilan bu eshikda kraskachalari bor ekan, qolgan joylari top-toza deyapti. Ya'ni ma'lumotlarni akamiz telefon raqamini qoldiramiz, akamizga telefonlashib bemalol ma'lumotlarni olaverasiz. Aka, buning narxini nech pul deyapsiz? Bozor nech pulga bermadingiz? 95 million bo'lsa beraverasiz, ha? Generalni ham qilib beraverasiz. Generalni ham. Aka, variantga ham sotaverasizmi buni? Faqat naqdga sotasiz. Ha, 10 million 20 million yetmay qolsa bir 15 kun bir oycha kutib turaverasiz. 10 million 20 million yetmay qolsa 15 kun bir oycha kutib turaveramiz deyapti akamiz. Mana yaxshi ma'lumotlarni berib o'tdi. Aka, telefon raqamingizni ham aytib qo'ying. 88lik 316 96 96. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. Akalar, ko'ringlar, 2020-yil pul arzonlardan 95 million bo'lsa berib yuboraman deyapti. Akamizga telefon qilsalaring, yana sunnatiga o'tishi mumkin akamiz. Aka, rahmat, charchamang, bozoringiz bersin. Bunisi ham sizdanmi? Buni yili nechi ekan? 2019-yilda ishlab chiqarilgan, oppoq rangda Gentra mashinasi. Kraskasi top-toza deyapti, motorlar holati. Ko'ringlar. Gaz benzinda bemalol harakatlanib yuradi, metan gazlari bor. Aka, bu necha ming yurgan? 4 ta yangi archa balondan qo'yilgan. Aka, mexanikami, avtomatmi? Mexanika korobka. Necha ming yurgan? 1 kuruk yurgan. Yangi 4 ta diskachalari bilan turibdi akalar, ko'raverasizlar. Salonlar holatiga keladigan bo'lsak, chexol polik qilingan mexanika korobka. Mashina tayyor holatda ko'ringlar akalar. Bu tomondan turgan holati. Bu tomondan ham turgan holati akalar. Puli arzonlardan varianti borlarini sizlarga taqdim etaveramiz. Aka, buni nech pul deyapsiz? 105 million. Bozorga nech pulga bermadingiz? 102 bo'lsa berasiz. Birinchi qoldigan telefon raqamingizga murojaat qilaversin, ha? 88 316 96 96 raqamiga murojaat qilaverasizlar. Mening tug'ilgan yilim ekan 96 96. Aka, rahmat. Rahmat aka, yashang. Mana shu sizning nomingizdan kelsa, ikkoviga 1 million, Gentraga, Cobaltga ikkoviga 1 million. Qolsa 2 million ham o'tib berib yuboraman deyapti akamizga. Telefon qilishaverasizlar akalar. Nasib bo'lsa videomizni davom etamiz. Bizning kanalimizga podeshkada bo'lganingizda bitta like'larni bosib, obuna tugmachasini bosib turib. Endi xizmatdamiz, xalq xizmatdamiz. Akalar, chiroqchi mashina bozorida dehqonlar ko'p. Akalar, chiroqchi bozor, mashina bozorida dehqonlar ko'pmi? Qarshi mashina bozorida dehqonlar ko'pmi? Aka, chiroqchi mashina bozorida dehqonlar ko'proq. Chiroqchi mashina bozoridan video qiling degan akalarimizga men chiroqchi mashina bozorida videolarni sizlarga taqdim etaveramiz. Arzon-arzonlardan, varianti borlardan.
Padishkada bo'lib turingizlar nasib bo'lsa. Malibu kimdan ekan? Sizdanmi? Reklamaga qo'yib qo'yaylikmi? Yili necha ekan? Qayerda mashinasi ekan bu? Malibu mashinasi oppoq rangda. O'zim ham Malibuga qiziqaman. Nasib bo'lsa Malibu olmoqchiman. Qayerda mashinasi? Qamashin mashinasi. Nechinchi yil? Kraskalari qanday? Motor xodovoylari? 2012 aka. 2012. Chaqa chiqib ketmayapti, strashniy emas. Strashniy emas. Necha ming? 120 ming yurgan aka. 120 ming yurgan. Motorga kirish tegmagan hozir. Metan gazi bor shu. Motorlari zakonnimi? Zakon aka, yog' yemaydi. Yog' yemaydi, motorlari zakonni deyapti. Motorda ishi yo'q. Benzin gazda bemalol yuraveradi. Metani ham bor. Benzin gazda bemalol yuraveradi. Motori nechilik buning? 2.4 aka. 2.4lik. Konditsioner, hamma narsasi joyi-joyida. Akalar ko'ringlar. Yili necha dedingiz? 12 aka. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlar holati mana 4 ta yangi balonlar qo'yilgan. Salonlar holati aytiladigan bo'lsa, salonlar holati mana polik chihol qilingan, mashina tayyor holatda. Mexanika korobka. Bo'ldi aka. Orqa tomondan turgan holati mashinaning akalar ko'raverasizlar. Metan gazlari. Zapaska ramkart balan qilish hammasi joy-joyida. Orqa tomondan, yonbosh tomondan turgan holati mashinaning. Xo'sh. Buni qancha deyapsizlar palvon buni narxini? 110 deyapmiz aka. 110. Bozor nech pul qilyapti? 97 ga berilma aka. 97 ga berilmadi. 97 millionga berilmadi bozor. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99lik 434 1840. 18 akamizga telefon savdolashib olaverasiz. Akalar ko'ringlar.